Bir qarashda bu ochki oddiy oq prozrachniy ochkiga o'xshaydi. Xameleon, ya'ni quyosh nurida qorayadigan va kompyuter nuridan saqlash qobiliyatiga. Hozir sizlar bilan birgalikda bu ochkini quyosh nurida qanaqa qorayishini ko'rib o'tamiz. Qarang. Mana hozir qo'lab mana oppoq bo'lib turibdi. Endi sizlar bilan birgalikda quyosh nuriga chiqamiz, qorayishni ko'rib chiqamiz. Ikkidir minut turgandan keyin bu ochki qorayishni boshlaydi. Hozir ko'ramiz. Qaranglar qorayishini. Zo'rmi? Kamiga bu ochki kompyuter nurlaridan ham 100% himoya qilib beradi. Qancha ko'p tursa, shuncha qorayib, qora bo'lib oladi o'rtoqlar. Bunaqa sifatli ochkilarni albatta kelib bemalol telefon uzib do'konlarda xarid qilib bo'ladi o'rtoqlar. Do'konimiz birinchisi Kardinka Radugani oldida joylashgan, mana ko'rsanglar, shundoqqina yonida telefon uzubi. Lekin bu do'konda ochkilar sotilmaydi. Radugadan tepa to'riga o'tganingizda Hamroh Holding do'koniga borsanglar, juda ham sifatli ochkilardan xudo xohlasa sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Kompyuter nuriga qarshi ABC'si ham bor, 50-60 mingdan boshlanadigan. Quyosh nurida qorayadiganlari ham bor. Yo'q, menga просто faqat quyosh nurida saqlovchi kerak desanglar, brendli, juda ham zo'r sifatlilarni olib kelib qo'yganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib xizmatlarimiz ham mavjud. Pastda raqamlarni qoldiramiz, aloqa qilsanglar, Telegram orqali mas'ullarni tashib beramiz, bemalol tanlab onlayn zakaz bersanglar ham bo'ladi. Hammalarni telefon uzib do'konda kutamiz, xush kelibsizlar.